Operatsiyasi qanday bo'ldi? Og'riqlar umuman bo'lmadi sizda? Siz kutgandan ko'ra yengil bo'ldimi? Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana navbatdagi bemorimizga javob bermoqdamiz. Mana shu bemorimizning fikr-mulohazalarini eshitsak. Assalomu alaykum qadrdonlar. Shu paytgacha biror narsa bezovta qilmagan. 2 oy ichida shu bezovtalikka uchradim va ko'pgina vrachlar, shifokorlar, ginekologlar ko'rigida bo'ldim va oxirgi nuqtamni mana shu klinika, ya'ni Umidjon Mamatovichning klinikalariga kelib shu kishining ko'rigidan o'tdim va shu kishiga ixlos qildim. Operatsiyasi qanday bo'ldi? Operatsiya yaxshi, a'lo darajada o'tdi. Siz kutgandan ko'ra yengil bo'ldimi? Hech narsani sezmadingiz? Xudoga shukr. Og'riqlar umuman bo'lmadi sizda? Rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasa iloyim. Rahmat sizga. Mana hozir bemorimizni 4-kun mana uyga javob bermoqdamiz. Bemorimiz Allohga behisob shukr juda yengil. Uyga ketishga tayyor bo'lib turibdilar. Opamizga sog'lik, salomatlik tilagan holatda siz obunachilarga Doktor Umidjon Mamatovichning kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.